17 fevral günü Angliya Baş Ministri Boris Johnson ve Avustraliya Baş Ministri Scott Morrison Çin arqalıq görüşüp, Hindi Tinch Okean rayonunun xavfsizligi qatarlıq bir qatar ciddi meseleler boyunca söhbetleşken. İki taraf söhbetide Uyghur meselesi mi yer algan bulup, her iki devlet rəhbəri Uyghurlarning kişilik hüquq vaziyeti haqqında qattiq endişelerini bayan qılgan. Angliya, Avustraliya bilan tuzilgan kelishimning bir qismi sifatida Hindi Tinch okeanining bexatarligini kuchaytirish uchun $34 million mablag' selishga va'da bergan. Xitoy portlaridagi kechikish sababidan temir rodisidan elektron mahsulotlargacha nurg'un mahsulotlarning ta'minot vaqti uzardi. İgilinishicha Xitoy portlarida Wuhan virusi tadbirlarining kuchayishiga ergishib, ig'ir qistonchilik yuz bergan. Ödigarlik şirketlari ve paraxut xo'jayinlari temir rodisining to'shilishida ko'rilgan masalalar sababidan ta'minlash vaqtining 10 kun uzartilganligini o'tirib qo'ygan. Xitoy Savdo Ministrligining bayonotchisi Gao Feng muxbirlarni kutib olish yig'inida Hindiston doiralarining Xitoy shirkatlari va ularning munosabatlik mahsulotlariga qarata qattiq cheklash tadbirlari qo'llanganligini tilga olib, bu Xitoy shirkatlarining qonunli huquqiy va manfaatiga ig'ir ziyon soladi dedi. Hindiston elektron va uchur texnikasi ministrligi Xitoy shirkatlariga tava 54 appni cheklashni qaror qilgan edi. Qarorda bu detallarning 2020-yili cheklangan applarning o'zgartirilgan nusxasi ekanligi o'tirib qo'yilgan. Dünya Rossiya bilan Ukraina o'rtasidagi krizisga markazlashgan vaqtda Myunxen bexatarlik yig'ini Germaniyada boshlandi. Davlat va hukumat boshliqlari va nurg'un yuqori darajalik amaldorlar Xitoy virusi yuqumidan buyangi tunji 100 turani yig'iniga qatnashdi. Amerikaga vakolatan muavin prezident Kamala Harris va tashqi ishlar ministri Antony Blinken yig'iniga qatnashdi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bosh kotibi Antonio Guterres Myunxen bexatarlik yig'inining ichilish nutqini so'zildi. Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotining bosh kotibi Jens Stoltenberg so'z qildi. Yig'inga Fransiya, Ukraina va Germaniya rahbarlari qatnashdi. Lekin Rossiyadan hech kim qatnashmadi. Xitoyning Hong Kong alayda ma'muriy rayonida yuqumlanuvchilar sonining ko'payishi sababidan 27 mart planlangan bosh ijroiya amaldori saylimi 8 mayga kechiktirildi. Bosh ijroiya amaldori Carrie Lam muxbirlarni kutib olish yig'inida 20 fevral boshlashni planlagan nomzodlikqa iltimos qilishning 3 apreldan 16 aprelgacha bo'ladiganligini o'tirib qo'ydi. Ukraina krizisining davomli keskinlashishiga ergishib, Amerika hukumati Polshaga $6 milliard qiymatidagi 250 Abram tankisini setishni tasdiqladi. Amerika Davlat Mudofaa bexatarlik hamkorlik organining yozma bayonotida Tashqi ishlar ministrligining parlamentga 250 Abram tankisini Polshaga setishni tasdiqlaganligini uqtirganligi ko'rsatildi. Yaponiya Baş Ministri Fumio Kishida Rossiya prezidenti Putinni Rossiya-Ukraina jiddiyligida diplomatik suhbat orqali qabul qilg'ili bo'ladigan hal qilish chorasi tepishga chaqirdi. Xabar qilinishicha, Kishida Rossiya prezidenti Putin bilan 25 minutlik telefon yig'inida o'z davlatining Rossiya-Ukraina krizisiga tutgan pozitsiyasini ifodalagan.